Assalomu alaykum, Qutman o'xshoq kuningiz-bilan. Hurmatli No'qat Qori 20 No'qat Qori 24 kanalining ko'rmanlari, qatnashchilari bugun sizlarga 2022-yildan soat 2:30dagi valyutalar kursi bilan tanishib bo'lamiz. Mana birinchilar biz hozir nimaga keldik? White Bank'a geldik. White Bank'da 1 so'm 31 tiyin rubl, 82 so'm 50 tiyin euro, 82 so'm 00 dollar ekan. Shunday ekan White Bank'da ham hozir Eko Islam Bank var. Eko Islam Bank'da qancha ekan ma'lumotlar 2022-yildan 22-avgust kuni soat 2:30dagi chiqarishimiz. Qaysi yerda bo'lsa-da kommentariy yozib qo'yinglar. Sizlardan so'ramiz. Kurslarni qaysi bo'lsa ko'rsangizlar, onadan kommentariy yozib qo'ysangiz, aytgan sizlardan ko'rsatamiz. Bugun biz No'qat shahrining valyutalar kursini turibmiz. Hozir adminkalar ko'rsatsak, adminkalar dedilar. Ertaminden gide lekin. Demek Islam Bank'a var. Eko Islam Bank'da qancha ekan soat 2:30dagi chiqarishimiz. 22-avgust kuni soat 2:30dagi chiqarishimiz ko'rsatdi sizlarga. No'qat shahridan bardagi nimalarga salom aytamiz. Bu yerda 80 so'm 20 tiyin dollar, 82.00 euro, 31 so'm 31 tiyin rubl ekan. Hozircha No'qat shahridan sizlarga salom aytamiz. No'qat shahridan salom aytamiz sizlarga. Ham hozir nimaga keldik? Bu yerda sal qimmatroq ekan, 1 so'm 31 tiyin 1 so'm 31,5 tiyin ekan bu yerda. Şu yerda sal qimmatroq ekan, olsangiz bo'ladi. Hozir borib Boqay Bank'a borib, Boqay Bank'da qancha ekan shuni ko'rsatib qo'yamiz. Yerdan olamiz. Qo'yib bo'lib sizlarga terminal No'qat Qori 24 No'qat 24 kanali No'qat shahrini sizlarga ma'lumot berib жатады. Bu yerda hozir Boqay Bank'da ko'rsangiz, Boqay Bank'da qancha ekan bu yerda rubl tushib ketibdir. Biraz mana tushguncha bu yerda rubl tushib ketibdir. Shuni sizlarga arnolgan sonuna chiqdi. Sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Barakatuh.